Unikal 140 kilovatli kotyolini videosini chiqarganimizdan keyin kuzatuvchilarimizda ko'p savollar yuzaga keldi. Ya'ni modulyatsiya nima, u qanaqa ishlaydi va uni vazifasi nimalardan iborat? Bugungi videomizda shu savollarga batafsil javob beramiz. Hozirgi kunda bozorlarimizda har xil turdagi kotyollar mavjud bo'lib, ulardan chugunniy, atmosferniy va kondensatsionniy kotyollar sotiladi. Endi bu kotyollarni ishlashi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi bo'lib chugunniy kotyoldan boshlaymiz. Chugunniy kotyollarimiz odatda oddiy klapan bilan jihozlangan bo'ladi va u ikki xil rejimda ishlay oladi. Ochish yoki yopish rejimida. Bu nimani beradi? Kotyollarimiz maksimal darajada forsunkalarni ochadi va kerakli gradusga yetganda klapanni yopadi. Bu klapanimizning minuslari gaz rasxodini oshiradi, shovqin ko'payadi va harorat barqaror bo'lmaydi. Atmosferniy kotyollarimiz. Hozirgi kundagi eng sodda atmosferniy kotyollarimizda ham 1:3 modulyatsiya, ya'ni 3 xil rejimda ishlash imkoniyatini beradigan klapanlar mavjud. Misol tariqasida 24 kilovatli kotyollarimiz 8, 16 va 24 kilovat rejimida ishlay oladi. Kotyol shu 3 ta rejimga avtomatik tarzda moslashadi. Bu nima degani desa, kotyolimiz modulyatsiyasi kamligi sababidan holatga moslasha olmaydi va bir tekis silliq ishlay olmaydi. Tasavvur qiling, siz ma'lum bir tepalikka chiqmoqchisiz. Zina pog'onalari kam, lekin baland. Chiqish qiyin va ko'p energiya talab qiladi. Ikkinchi holatda esa zina pog'onalari ko'p, past. Chiqish osonlashadi, energiya tejaladi va harakat silliqlashadi. Xuddi shu qoidani modulyatsion kotyollarda ham ishlatish mumkin. Kam pog'ona 1:3 modulyatsiyasi, quvvat tez-tez sakraydi va gaz sarfi oshadi. Ko'p pog'ona, ya'ni 1:7 va 1:10 modulyatsiyasi. Quvvat asta-sekin o'zgaradi, ishlash silliq bo'ladi, gaz tejaladi va issiqlik barqaror bo'ladi. Yuqori modulyatsion kotyollarda nafaqat gaz klapan, balki ventilyator va nasoslar ham modulyatsion bo'ladi. Masalan, 24 kilovatli kotyol 1:7 modulyatsiyali bo'lsa, u o'z kuchini hattoki 3 kilovatgacha pasaytira oladi. Yana bir misol, kotyolni 55 gradusga qo'yadigan bo'lsak, avtomatika uni 50 va 60 gradus oralig'ida ushlab turadi. Agar modulyatsiya kam bo'ladigan bo'lsa, moslashish qiyin bo'ladi, rejimdan rejimga tez o'tiladi va kotyol tez o'chib yonadi. Modulyatsiya yuqori bo'lgan holatda kotyol stabilni ishlaydi, gaz sarfini kamaytiradi va haroratni barqarorlashtiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqori modulyatsion kotyollar sizlarga energiyani stabil boshqarish imkoniyatini beradi.